Urganch shahrining haqiqiy sentridan pulni pul uradigan og'alarimiz uchun zo'r taklifimiz bor. Nera ekan Urganchning haqiqiy sentri desangiz, orqa tarafimiz Stratilniy kollej bo'ladi. Bu yon tarafimiz esa Ko'nan tunneldan kelaverish bo'ladi. Bilasizlar, Urganchda bu ko'chasida 24 soat dviganiya to'xtamaydi, ya'ni uxlamaydi, to'g'rimi? Aynan Urganchda, shu Xorazmda pulni pul uraman deb yurgan og'alarimiz uchun esa ko'rib turgan zdaniyangizda 60, 80, 100 kvadratli do'konlarimiz sotiladi. Eng zo'r tarafi bedan do'konni sotib olib biznes bosadigan bo'lsangiz to'sishgani zo'r bo'ladi. Sababi oldingizdan trotuar tushgan odamlar dinmay o'tadi. Orqa tarafimiz sentralniy yo'l, bu yoqdan dviganiya to'xtamaydi. Plus keladigan klient to'g'ri mashinani shunday yo'lga qo'yib kelsa bo'ladi. Znaklar ham yo'q. Agar o'zingizda xizmat mashinalar bo'lsa, orqa tarafda parkovkasi bor, bu yana qo'yib giraverasizlar. Muammosi bo'lmaydi. Yo'q, men biznes klassim yo'q, tinchgina bir arenda berib o'tiracakman desangiz, mulkat sotib olasizdan, arenda berib qo'ysangiz ham bo'ladi, arendatorlar ham ichida bo'ladi. Yo'q, bir kattaroq biznes qilacakman desangiz, pulni hammasini sotib olasiz, remontini ham shunga moslab turasizdan o'zingizning biznesingizni gazini bosaverasiz. Do'konlar tayyor, 60, 80, 100 kvadratlisi bor, dokumentlar ham tayyor, notariusda to'g'ri adingiz o'tadi. Xullas, hammaga endi narxi qiziq, to'g'rimi? Narxini keladigan bo'lsak, do'konni qarab turib kelishamiz dedi egasi nomerini qoldiramiz, to'g'ri egasini telefon urasizlar, egasi bilan kelishib, xarid qilib o'zingizning biznesingizni gazini bosaverasiz.